o'sha 20 millionga siz 1 yil ishlagan bo'lishingiz mumkin aka. Kuydirib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Avtokreditda misol uchun men 50 millionga maoshni olyapsiz, 20 million pul beryapsiz. O 20 million boshlang'ich to'lovingiz havoga uchadi aka, 20 million berayotgan pulingiz. Bizada tandan qayta 50 millionga maosh olsangiz 20 million o'chadida 30 millioniga hisob kitob bo'ladi. Misol uchun o'sha 20 millionga siz 1 yil ishlagan bo'lishingiz mumkin aka. Kuydirib bo'lmaydi. Tinigacha tandan o'chadi. 50 million, 20 million bersangiz 30 millioniga hisob kitob bo'ladi. Arenda pul qo'yib beraman. Arendaga haydayotgandek bo'lasiz, yoningizga qoladi maoshi. Bizada 4 kun, 5 kun, 10 kun, 15 kun kechiksa kutiladi aka. Nasiya savdo shu bo'ladi. Avtokreditda bilasiz, 1 kun kechiktirsangiz ham pul qo'shiladi aka. Berayotgan pulingiz havoga uchadi yo'q. Bizada tinigacha oyma-oy berayotgan pulingiz ham tandan qaytadi, bergan boshlang'ich to'lovingiz ham tandan qaytadi aka. Bir-birimiz haqqimiz o'tib ketmaydi. Sizga menga shunisi bilan nasiya savdo deyiladi aka. Yo'q, generalniy doverность bo'lmaydi, faqat mashinalar o'zimiz nomda bo'ladi. Sizlarga onlayn doverность beramiz sug'urta bilan aka. Erta to'lab bo'lganingizdan keyin nomingizga o'tkazib beramiz. Xohlang generalniy beramiz, xohlang o mashinani qaytarib beringdan keyin yili yangiroq mashina olib keting. Misol uchun odamlar keladida, mana Nexia 2 oladida, tez-tez to'lab tashlaydida, kelib Nexia 3 olib ketadi, Cobalt olib ketadi, Gentra olib ketadi. Mashina ishlashaveramiz aka. Siz muammo qilmasangiz, biz ham muammo qilmaymiz aka. Oyma-oy bir-birimiz bilan ishlashamiz. O'zimizga olib to'lov qilasiz aka. Mana shunday bo'ladi.